Xo'sh, bu Sunniy Agroland. Sunniy Agroland, ha? Sunniy Agroland. Ferma xo'jaligidamiz 7 gektar joyga Saltipro, Ango'zal Agroservisni Saltipro degan sho'r yerlarda ishlatiladigan preparatni ishlatib ko'ramiz. Mana paxtalar holati juda zo'r emas. Endi ozgina o't bosgan. Bugun chislo 31-may holatiga. Mana paxtalar ko'ringlar. Kichkinada paxtalar hali. Rivojlanish yo'q, ko'chat soni juda zo'r chiqmaydi bu yerda, yer sho'r deyapti fermer. Mana holatni qaranglar. Mana shu yerda zametga olib qo'yamiz. Mana shunday qilib, mana torlar shu yerda kelib keyingi sepganimizdan keyingi holatni ham ko'ramiz. Odil aka, qachonga sepamiz bu yerga? Bugun kechqurun, bugun 31-may holatini ko'rsatyapman-da. Shunga agar bugun sepadigan bo'lsak, yaxshi bo'lardi. Qarang. Keyin zarar kunanda ham bor shekilli bu yerda. Barglarni tishlab tashabdi-ku. Xo'sh, bu yerga значит Baktamin, Plantasim, Saltipro, Sporagin ham sepiladi, ha, qo'shib. Vil havo salqin kelganga paxtalarda vil kasalligi avj olyapti hozir. E'tiborda bo'lamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun yana Karmanada Sunniy Agroland ferma xo'jaligidagimiz. Bu yerda o'sha Saltipro degan sho'r yerlarda ishlatiladigan preparatni ishlatib ko'rgan edik. Birinchi videomiz 31-mayda olingan edi bu yerdan, lekin 3-iyunda dedingizmi, Odil aka? 3-iyun kuni sepilgan. Ya'ni bizga hozir sepilganiga 8 kun bo'libdi-da bu yerga, to'g'rimi? Paxtalarda o'zgarishni ko'rasizlar. Mana o'tgan safargi video bilan solishtirib ko'rasizlar mana. Holat. Mineral o'g'it berilganmi? Berlarga qancha berilgan? 200 kilodan karbamid berdik. Karbamid qachon berildi? Shu 4-5-iyun kunlarida. Hali ta'sir qilmaydi-yu, o'zini hali ta'sir qilmaydi. Lekin Ango'zal Agroservisda o'sha Baktamin, Plantasim, Sporagin preparatlari bilan obro'botga qilingan, ha. Bu bali ham past bo'lsa kerak, a? O'rta bali. Sho'rlik baland dedingiz, a? Paxtalarga hech ancha o'zgarish bo'lib qopti. O'sha yer ularni ham ko'rsataylik. Endi hamma joyda bir xil bo'lmagan, ha? Ko'chat soni kamroq-u, lekin mana paxtalarga qaranglar, o'zgarish. Katta barglar kattalashib, bo'y o'sgan, tana qalillashgan. Endi o'sha video bilan 8 kun atrofida bo'lyapti, sepilganiga 8 kundagi holat. Endi umuman 31-mayda olingan bo'lsa video, bugun 11-iyun bo'ladigan bo'lsa, rovno 10 kun bo'lyaptimi? Rovno 11 kun. 11 kun bo'pti, 11 kunlik holatda, lekin paxtalarda yomon emas o'zgarish. Mana ko'rganlaringizdek, shonalash boshlangan, tana qalillashgan. Endi baribir ko'chat soni sal kamroq bo'lgandan keyin unaqa zo'r ko'rinmaydi-da, bir xil ko'rinmaydi baribir. Bizlar o'zi ko'proq videolarda shunaqangi bali pastroq, yomonroq yerlardan qilishga harakat qilamiz. Nima bo'layotgan deb. Chunki yaxshi yerda nima bersangiz ham yaxshi ketaveradi paxta. Mana bunaqa yerlarda sinab ko'rganimiz ma'qul. Xo'sh. Hali yana bir marta ishlab beramiz. Kanaldan uzoqlashmanglar, ko'rib turinglar. Bu yerda yana hali 3 marta berishimiz kerak. Hozir 1 marta berdik. Yana ilojini qilsak 2 marta beramiz, yana sinab ko'ramiz. Qani oxirgi natijani ham ko'rishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Alloh hammani hosiliga baraka bersin.